Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Xudo xolasa bugun 2025-yil 27-aprel sanasida olinayotgan videomiz 500 mingdan oshiq paymant bo'lgan ko'chat poliyamizni ko'rsatib o'tyapmiz do'stlar. Bu ko'chatlarimiz o'rik ko'chatlari. Mana hozir ablonka bakyokesh jarayonlari turibdi do'stlar. Mana shoxchalar, mayda-mayda shoxchalari bo'ladi. Bularni olamiz do'stlar. Yana bir hafta 10 kundan keyin bo'yi shu holatga keladi. Bitta suvdan keyin do'stlar. Bularga bo'y beriladi. 50 sm, 60 sm qo'yib turib kesamiz, 4 shox, 3 shox bo'lib turib, KGB kelib chiqadi do'stlar. Bu o'rik ko'chatlari bo'lsa, bu tomonda shaftoli. Mana bu tomonda o'rik do'stlar, o'sha trendda yurgan karmin notijasi bor do'stlar. Ko'chatlarning hozirgi holati yomon emas do'stlar, lekin shunda ham ko'chatlar maydayi degan fikrlar bo'lishi mumkin. Yo'q. Bu o'sish payti. Endi o'sadigan vaqt kelyapti do'stlar. Oktyabr, noyabrgacha ko'chatlar o'saveradi. Odamdan baland bo'lib ketadi do'stlar. Holati ham o'ta zo'r, a'lo darajaga keladi. Istaganlarga hozirdan ko'chatlarga yaxshi sortlar olaman deganlarga zakazlar olyapmiz. Zakazlar olyapmiz do'stlar. Istaganlar oktyabr, noyabrda kelib shu yerdan ko'rib bemalol ko'chirib olib ketishi ham mumkin. Istaganlarga dastlabki xizmatlarimiz ham bor do'stlar. Ko'chat olishga adashmaymiz. Bog'dorchilikka qiziqqanlarga videoni ulashib ko'rasizlar. 50 dan ortiq mevali ko'chatlarimizning navlari hamda 500 mingdan oshiq ko'chatlarimiz bor do'stlar. Bemalol kelaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Like bosib kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmaymiz.